Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana bugun 17-iyul biz yangi Qo'yli katta bozorimizdan video obzorimizni boshlaymiz. Yangi Qo'yli katta bozorimizdan yangi joy ochdik. Xudo xolasa bu yerga ham texnikalarimizdan sekin-sekin olib kelamiz. Traktor deysizlarmi, motoblok deysizlarmi, hammasini olib kelamiz. Xudo xolasa ekskavatorlarimizni. Xo'p, bu videoni qilishimizdan sabab yangi Qo'ylidagi katta bozorimizda ochilgan do'konimiz ochilganligi munosabati bilan chegirmalarimizni, ya'ni keyingi kelayotgan 24-iyul uchun barakali juma aksiyamizni davom ettirib, keyingi 24-iyul uchun chegirmalarimizni e'lon qilamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha kuzatsanglar, traktorlarimizni, motobloklarimiz uchun shol uradigan apparatlarimizni, mana bunaqa plug, freza, dori sepadigan burovoylarimiz uchun maxsus chegirmalar, ya'ni juma barakali juma aksiyasi doirasida narxlarni kelishtirib 500 mingdan 5 milliongacha bo'lgan chegirmalarimizni e'lon qilamiz. Videomizni oxirigacha kuzatsanglar, bitta narxlarni aytib o'taman. Bo'lmasa biz boshladik. Xudo xolasa mini ekskavatorlarimizdan boshlaymiz. Ko'pchilik biladi, W10 Ford ekskavatorlari sotilish narxi 53 million so'm bo'lgan W10 qizil variantimiz, mana ko'rsanglar bo'ladi. 192 Porsche'li bo'ladi, 192 motor. Mana. Buning narximizni 50 million so'm qilib berdik. Kimga kerak bo'lsa, yangi Qo'yli katta bozorimizga kelsanglar, chegirmalarimizni faqat shu bozorimizda e'lon amal qiladi. Xudo xolasa kuzatib borsanglar, hozir yana davom ettiramiz. Ketdik. Bundan tashqari plug, freza, dori sepadiganlarimiz uchun 1 million so'mdan chegirma e'lon qilganmiz. Masalan, mana ko'rsanglar, bu mana freza 160 ligi o'sha baqvat qilib ishlanganida. Buni narxi o'zi 16,5 million so'm edi. Hop, xudo xolasa yangi Qo'yli katta bozorimizga kelsanglar, 1 million so'm arzon qilib 15,5 million so'm qilib beramiz. Hop, bundan tashqari pluglarimizni, 3 korpusli aylama plugimizni 18,5 million so'm sotilyotdi. Buning narxini 17,5 million so'm qilib beramiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. Bu yerda mana dori sepadiganimiz 400 litrligi 13,5 million so'm sotayotdik. Buning narxini 12,5 million so'm qilib beramiz. Katta texnikamiz, ya'ni Ford traktori bo'lgan 304 kabinali variantimizni 88 million so'm qilib beramiz. O'zining narxi 100 million so'm sotilgan. Hozirda chegirmaga tushganligi uchun, ya'ni juma barakali aksiyasida 88 million so'm qilib beramiz. Kim kerak bo'lsa, Qo'ylidagi yangi katta bozorimizga kelaverasizlar. Bundan tashqari traktorlarimizning narxini aytib o'tib ketaman. 8 to'rimizdan narxi keladigan bo'lsa, 5 kabinasi 130 million so'm, dastavkalar butun O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Hop, keyingisi 500 tor 114 million so'm, bu ham dastavkasi bilan butun O'zbekiston bo'ylab. 900 tor 90 kuchli turbina motor bo'lgan traktorimizni 160 million so'm dastavkalar bilan qilib beramiz. Keyingisi 800 tor kabina. Bu ham 160 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Ko'rsanglar bo'ladi, mana 500 tor kabinali variantimiz. Buni ikki xil varianti bor. Hop. Farqi ichida bo'ladi. Komplektatsiyasi bittasi ichida obshivkalari, unchalik mana qulayliklari bo'lmaydi, old-orqa kameralari bo'lmaydi. Uni narxi 130 million so'm, full komplektatsiyamiz 139 million so'm. Xudo xolasa kelaverasizlar. Yangi Qo'yli katta bozorimizda mana oldi qatorga hamma texnikalarimizni taxlab qo'yganmiz. Bundan tashqari motoblok kerak degan akalarimiz uchun, bu yerda motobloklarimiz uchun ham 500 ming so'mdan boshlab juma barakali aksiyasida chegirmaga ketyapti. Ko'rsanglar bo'ladi, mana 5 ot kuchidan 16 ot kuchigacha bo'lgan motobloklarimiz bor. Hamma biladigan o'sha VM brendiniki 5 ot kuchi, mana ko'rsanglar bo'ladi, salarkalik bo'ladi. 5 ot kuchidan 16 ot kuchigacha bo'lgan motobloklarimizni chegirma e'lon qilganmiz. O'zi narxidan 500 ming so'm o'tib beramiz. Faqat bizning kanalimizga obuna bo'lib, yangi Qo'ylidagi katta bozorimizga kelishingiz kerak. 24-iyul kuni shu yerda bo'lamiz, xudo xolasa. Kimga shunaqa motoblok, traktorlar, plug, frezalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastiga tepadagi nomerlar orqaga chiqib,
yangi qo'yiluvdigi, Arkbuloqdagi, Jomiydagi joylarimizga kelaverasizlar, xudo xolasa chiroy narxlarda kelishtirib, dastavkalar bilan o'zingizlar bilan kelishib qilib beramiz. Xo'p, hozircha bizda shular. Agar yana qanaqadir to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, tepadagi nomerlar orqaga chiqib, bemalol maslahat olsanglar bo'ladi. Agar ishlagan jarayonlari kerak bo'ladigan bo'lsa ham, uni Telegramda yozib so'rasanglar bo'ladi. Men ham tashib beraveramiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. Keyingi juma 24-iyul shu yerda ko'rishamiz sizlar bilan. Xudo xolasa nasib qilsa hammasini chegirmaga qo'yganmiz. Bu videoni ko'proq tanishinglar jo'natib qo'yinglar. Shunaqa chegirmalardan quruq qolib ketishmasin. Xudo xolasa xalqimiz uchun foydali, manfaatli video bo'ladi deb o'ylayman. Bizani kuzatishda davom etinglar, bizga obuna bo'linglar. Shu videomiz agar yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib, bizani qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolardim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar. Hammaga rahmat.